Ukajonim, g'alabam bor bo'lsin. Rahmat. Uka, necha yoshingdan bilaman ha? Ta'lim bergan ota-onangga rahmat. Salah deganda polida sezmadigan mayli, kibrga berilmaymiz, astag'firullah. Sog' bo'lgin, seni yaxshi ko'ramiz. Endi qayerga ketaman, topchi? Qatarga ketasiz? Hozir ketaman. 2dami? 2da ketaman. Inshaalloh Eron bilan o'yinga qaytib kelishga qattiq harakat qilaman. Bunga ham kelasiz. Inshaalloh. Bo'p, duoda bo'linglar. Aynan aka. Abduqodir mujik degan yigitlar bitta like deb bosib qo'yamiz. Bo'pti ukam. 5 kira 5. 25. Sog' bo'lgin. Dostonu. Mana ukajonim senga. Oxirgisi edi. Xudo xolasa, bitta bor ekan, bu ham senga ukajonim. Uka, esingda bormi? Haliga nimada otilmaydi. Xuddi U17 edi o'sha paytdan, to'g'rimi? Birlashgan Arab Amirliklarida edi. Shtraf tepayotganingda Doston Allohdan so'rab, bismillahni aytib deganimda nima bo'lgandi o'shanda? Gol bo'lgandi. O'shanda даже avtogol qilib kirgizib yuborganda, azizlar, Allohga oson, yaxshilab so'rasanglar, albatta ijobat bo'ladi, to'g'rimi uka? O'sha voqeaga 13 yil bo'ldi uka. Abdurahmon Fozilov kecha tuxumdan chiqib qolmagan. Sog' bo'lgin uka. Ketdik ukalarning qo'llab-quvvatlagan. Sog' bo'lgin. Yaxshi bo'linglar.